Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan present perfect tense zamonini tushunib, muhokama qilib olamiz. Present perfect tense o'tgan zamonda bajarilgan ish-harakatlarning natijasini ko'rsatadi, ya'ni o'tgan zamon bilan hozirgi zamonni bog'laydi. Bu zamonga ta'rif beradigan bo'lsak, o'tmishda sodir bo'lgan va natijasi hozirgacha davom etayotgan harakatlarni bildiradi. Ya'ni present perfect describes actions that happened in the past and have a result in the present. Structure. Positive. Subject plus have has plus verb 3. Negative version. Subject plus have has got and verb 3. Question. Have has plus subject plus verb 3. Bu yerda biz I, you, we, theyga have ishlatamiz. He, she, itga esa has ishlatamiz. Usage, ya'ni foydalanish, qo'llanilishi. Life experience. For example, I have visited Samarkand. Men Samarqandda bo'lganman. Hayoti davomida biror marta shu bir joyda bo'lganligi yoki bo'lmaganligini ifodalaydi. Ikkinchi, usage to unfinished time period, ya'ni tugallanmagan ish harakatlari uchun. He has read 3 books this month. U shu oyda 3 ta kitob o'qigan. Bu yerda natija ko'rinib turibdi, ya'ni natija 3 ta kitob. Signal words, ya'ni kalit so'zlar. Already, just, yet, ever, never, recently, lately, since and for. Bu so'zlar o'sha gapda kalit so'z vazifasida keladi va test ishlayotganimizda ham aynan shu so'zlar qatnashgan gaplarni biz present perfect tense deb olishimiz mumkin. Examples. I have finished my homework. Men uyga vazifamni tugatdim. Bu yerda natija ko'rinib turibdi, ya'ni uyga vazifa tugatilganligi haqida. She has cleaned the room. U xonani tozalab bo'ldi. Bu yerda ham natija xona toza. They have watched the film. Ular kinoni ko'rib bo'lishdi. Since and for'ni farqi. Since bu boshlanish vaqti, ya'ni since 2020, since Monday 2020-yildan beri yoki dushanba kundan beri. For'da esa davomiylik, ya'ni for 2 years, for a week, 2 haftadan beri yoki 1 haftadan beri kabi ifodalanadi. Present perfect va past simple'ni farqlari. Present perfect, I have seen the film. Present perfect biz o'sha filmni ko'rganimiz, ya'ni natijasi haqida gapirsak, past simple'da I saw the film yesterday. Men filmni kecha ko'rgan edim. Bu yerda asosiy urg'u o'sha kecha bajarilgan ish harakatiga berilyapti. Bu yerda exercise'lar ham bor. Masalan, birinchisini tushuntiraman. She, her work. She has finished her work bo'ladi bu. Demak, present perfect. They have visited Tashkent. Ular Toshkentga borishgan, tashrif buyurishgan. Uchinchi gapimizda ever bilan kelgan. Bu have you ever eaten sushi? Siz hayotingiz davomida biror marta sushi yeganmisiz? Bu yerda javoblar bor. Bu mavzu bo'yicha qisqacha o'sha summary, ya'ni xulosa qiladigan bo'lsak,
Yasalishi have has plus verb 3 fe'lning uchinchi shakli orqali yasaladi. Used for experience, present actions and results visible now. O'sha tajriba, yaqinda sodir bo'lgan ish harakatlari va natijasi ko'rinib turgan ish harakatlariga nisbatan ishlatiladigan zamon ekan.